Do'stlar, keyingi beton nasoslarimizning farqini biz sizlarga tushuntirib ketamiz. Bu 62 metr 20-yil Mercedes shassi Sani. Xo'p, buni nasosi ikkita. E'tibor bersalarsiz, yangi model. Stabilniroq ishlaydi. Ko'proq davleniyada betonni haydab beradi. Xo'p, bunisi bittali. Xo'p, bu C8. C10 yengilrog'i. Lapalari 62 metr ishlagani uchun 3 qismga ochiladi. Bular 2 ga. Xo'p, bundan tashqari C10'imizda 6 ta seksiya bo'ladi. 62 metrda ishlaydi. Euro 6. Xo'p, narxiga kelsak, narxi $145,000. Sip Toshkent yoki FOP asosida yetkazib beramiz. Korobkalar avtomat. Beton nasos, avtokran yoki mashina kranlar kerak bo'lsa, bizning korxonaga aloqa chiqaraveringlar. Xitoydan O'zbekistonga eng sifatli mahsulotlarni yetkazib beramiz. Assalomu alaykum, Metisura kompaniyasining kuzatib boruvchilari. Mana bugun biz 29 ta Zelpa 630 lyulka montajini yakunladik. Bundan tashqari minor kranlari, betonli nasos, betonli pavuk xizmatlari kerak bo'lsa, Xitoydan yetkazib berish xizmatlari bor. Bu uchun siz bizning Metisura kompaniyasiga murojaat qilsangiz bo'ldi.